Boyni bolasi Mirzaobodga ketishda Raddomni ko'chasiga kirishimizdan shu chap qo'lda mana shu katta stadion sotuvga qo'yilyapti. Maydoni 10 sotik, 50 ga 20. Mana shu ko'rib turgan binolaring ham kadastr qilingan shu binoga. Bu razdelka xonasi aslida. Stadionni xohlasang kelajakda stadion qurib ishlatinglar, xohlasalaring ishlatmanglar. Mana siz enasini ko'rib, reshotkalar bir-birlar qiyshayib, tikonlar o'sib yotibdi. Yaxshigina rasxodlaring bo'ladi, lekin pul olib keladi, yaxshigina mani olib keladi. Choyxona qursaring bo'laveradi. Yana nimalardir qurib tashlaydi. Qarochi, boyni bolasi. Men bilaman. Sizlarni dadalaring ideyasi kuchli-ku. Sizlarda ham ideyalaring kuchli. Chunki pul borda, pul. Pul bo'lsa ideya kuchli bo'laveradi. Mana shu stadionda olib turib, nimadir qiylarchi meni hayron qoldirdilar, nimadir qurib, men ko'ray chiqqani qanaqa bo'lar ekan. Sizlar ideyalaring kuchlimi yo'qmi? Endi narxiga keladigan bo'lsak, 44900 shunday shtir sanaysizlar. Qurtday sanaysizlar, nomlarini o'tkazib beramiz. Dokumenti joyida hech qanaqa muammosi yo'q. Dokumenti joyidami yo'qmi deb menga muammo qilmanglar, qarochi. Ko'rishguncha. Chao. Nomer telefon qolib ketdi-ku. Pastda egalarini va o'zimning raqamni qoldiraman. Agar mabodo egasining telefoni o'chib qoladigan bo'lsa, menga telefon qilaverasizlar. Savdosini qilib, barakasini qilib beraman. Chotki bo'ladi.